xuddi Ipak yo'li shunchalik uzoq bepoyon bo'lganidek, yurak rishtalarimi shunchalik uzun. Ammo rishtalar uloqli bo'lsa, hamon didorlashish bo'ladi. Qarang, Mao xonim Amerikadan keldi. Men oliy maktabda naqsha kasbida o'qigan. Naqsha kasbida o'qib, opera, jaz uslubidagi naqshlarni o'rgangan. Bo'sh vaqtimda men kitob ko'rish, tomoq etish, chiniqish degan faoliyatlarga qiziqaman. Lekin men oliy maktabni bitiribman, tadqiqotchiga aylandim. Shunga hozir mening rasmiy sahnaga chiqib naqsha etmag'ili uzun bo'lib ketibdi, o'ylasam. Kasbimni tashlab ketgandek qildiganman. Shunga yana bir sahnaga chiqib, o'zimning mahoratini namoyon qilsam deyman. I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky flashed, bam, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view flashed, bam, alakazam, I gotta look at you. Ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout of it. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange-colored sky. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout out in it. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange color, purple stripe, really green polka dot sky. Flash, bam, Okay. O'zingizdan bir bizga bir tushuntirib bersangiz. Ma'qul. Mening ismim Elis Anderson. Ismimning uyg'urcha talaffuzi Elis Anderson. Uyg'urcha ismim Nazakat. Men Amerikadagi bir maktabda doktorlikni o'qiyapman-ku, musiqshunoslik kasbida. Ham bu yil tadqiqot bilan shug'ullanyapman. Andan mushu Shinjong san'at institutida muqam kasbida o'qiyapman. Voy, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bir mavsum bo'ldi. Good job, good job. Muqam o'rganayapsiz. Muqam o'rganyapman. Voy, muborak bo'lsin. Mana Agar Amerikadan kelib azroq bir bilgiga aytib bera olamsiz. 1 minut. Ma'qul. Bu bo'lsa Chebiyot muqomining 4-dastoni. Aradın bir süzülmeyin, Cannaka kayan var o sen. Aradın bir süzülmeyin,
Uyg'urchadagi bir maqol tamsil tama kul bola degandek asosan o'rganyapman. yaxshi. Oson emas. Hamda baya mana gapingizga bir tuturum beray. Amerikadan kelibsiz mana jiroq joylardan, jiroq qit'adan muqam o'rganigini. Muqamini o'rganishdagi maqsadingizni bir anglab olsak. Qanday javob bersam bo'lar? Nima o'ylaysiz? Men 10 yil burun Şinjan'a tunji qitim kelgandim. Shu vaqtda Uyg'ur tilini bilmaydim, Hanzu tilini bilmaydim. Men bir xil tillik odamdim. Lekin shu Şinjan'a kelganda men Uyg'urlar bilan tanishib, qilib, andan muqamni tunji anglagandim. Tunji anglagandan keyin nemishqida men bu o'qimayman degan men bir xil bir qiziqib qolgandim-chu. Endi men Amerikaga qaytgandan keyin men oy kelgusida Uyg'ur tilini o'rganadigan bir fursat bo'lib qolsa, bu tilni o'rganib, Uyg'ur muqomini, Uyg'ur san'atini bir tadqiq qilsam degandim. Voy rahmat. Hozir mush yerda turibman. Jaz o'qidingiz shunda yaxshi o'qib berdingiz. Jaz mana Amerikada ijod bo'lgan bir uslub. Endi dunyo miqyosida bir 100 yıldan aştığı deyim cazninki icad bağınıga. Şunaqmı aylıki? Biz neçe yıl olganda? Jazz uslubu blues'tan kelgan. Blues'ta ayrılıp geldi. Şimdi umumlaşıp atkanı biz neçe yıl olub kaldı. Bu umumen Avrupa'da, Amerika kıtasıda, bütün dünya umum yüzük işiltip atadı bana mesela bizdenki Cungul'da olsun, Şinjan'da bir kısım ballarımız var. Müzik oynaydıgan. Jazz müzik oynaydı. Vallahi işiltip atıdı. Yaxşı. Xilma-xil bo'lgani yaxshi. Shuna xursand bo'ldik sizdan. Yaxshi o'ylab qo'ydingiz. Rahmat. Men de xursand bo'ldim. Nazokat xonim, sizningki bizning mushu Uyg'urcha an'anaviy mushu shundoq chiroyli ko'zimga gul kashtilangan kiyimingizni nima uchun kiyishni o'ylab qoldingiz? Menimcha yana bir maqol tamsil bak mos keldi ekan bu savolga. Elga kirsang ilingcha, suv kirsang belingcha deganda. Hozir mushu yerda turvaqli menga 1,5 yil bo'ldi. Shunga kiyim olay desam, dabazadin ya adavchan olma. Shunga. Yaxshi. Endi men mayaga hidi ko'nib qolgan o'xshayman. Nice dress. Chiroyli yarashibdi. Oldi bilan sizning bir Uyg'urning madaniyatiga bo'lgan hurmatingiz shunga tashakkur etib, men siz uchun bir salom qilaman. Bizga o'xshash. Uyg'ur shundoq kishilar boshqalar o'zi uchun bir hurmat bersa, u boshqalar uchun 10 hurmatlidir. Durust. Bizning madaniyatimizni yaxshi ko'rgan bo'lgandan keyin men cho'qim savoq qilishim kerak bizning madaniyatimizdan. Eng bo'lmagan chaqda do'ppa. Tushunami? Chiroyli do'ppamiz bor. Adoz bizniki kes bizmi sovuq qilayli. Shundoq. Qana? I have the jazz music band, you know. Just one word. Your change. Muzik to'g'riliq gap qilishinglar bo'lmasa, hisob. O demakchi men endi er kishi bo'lgandan keyin unda kiyimlarni sovuq qilmayman. Shuning uchun shu ayol tarafdan tursangiz men qo'shilma demakchi, shundaqmi? Erkin deydi. Men jaz bilan shug'ullanaman demakchi. To'g'rimi ya erkin? Ben demakchi o'g'lim meniki musiqa tirdimda maxsus jazz piano oynaydigan Beijingda eng yaxshi muzikantlar, masalan meniki musiqa tirdiki bas gitar, umu big band oynaydı Beijingda. Müzik degan hamkorlikdan keladi. Şuna men samimiy holda sizdan hamkorlashimizni umid qilaman. Men burun sizni bir necha qitim ko'rgan deyman. Shundaqmi? Oldin qilqiliqi teatr, muzikalik teatrni ko'rgil bo'lganingiz to'g'ri. Unda deysak, men bek bilaman. Nima?
Yo'q, men hurmat yuzasidan da'vatman, biz burun ko'rishib ekanmiz deb. To'g'ri, Erkinninki gruppasi rost jaz ham uslubni stilni undan o'ynaydi. Biroq u jiroqda. Mening oddiy bo'lsa bir gruppam bor. Jazni o'ynaydigan bolalar ishadimi bor. Jiroqdan yaqin yaxshiroq. Ben sizni Uyg'ur qizga aylantirib o'taman, texmi. Mening qo'shinim shunchalik kuchli. Aqamni odamlarim yaxshi muzikalarni biladigan odamlarim bek kuchli. Musobaqda yalnız cazla mı okumayımız? Başka nakşılar mı lazım hakikaten sizge? Ha, bol demesin bana. Bana ben şu başka nakşa el kılıçta, şunu yazışta. Aşı Şanghay degan bir müzik institut var. Bizga şu cazny, bluesny, pop, reggae, hip hop degan amma bab muzika ilmini bizga 2 yil o'rgatgan. Meniki kilo. Mening biringizni gapim qoldi, shuni davolaymi? Mahmud Sulaymon efendim, Erkin efendilar to'p-to'g'ri gap qildi. Agar ayol kishilar bilan ayol kishilarning qalbi yaqinroq desangiz, Nurnisa xonim tanlasangiz texmi yaxshi. Mahmud efendi yozalaydi, imkoniyati ko'p. Erkinning shunday gruppasida har xil stil bor. Ular hech nimadan qiynalmaydi. Men qiynalman. Men jozni o'rganmoqchi. Shuni qalasangiz menga keling. Tegidi. Men o'zimga boq kirib qolgan. Mening tanlashim Erkin Abdul'un tanlaşı. Thank you so much. Elis Anderson vokallarni tadqiq qilmoqchi bo'lib bel bog'lab keldi. Ipak yo'li sadosidanmi yangi bir ustoz topdi. San'atni so'yish, hayotni so'yishga o'xshash. Nimani qilmoqchi bo'lsangiz, shanchi bog'lab. Umidvor bo'ling. Elis Andersonga muborak bo'lsin.